Hammaga assalomu alaykum. Zarina kompaniyada anchadan beri mahsulotni ichyapti. Zo'r natija ko'rgan. Shu natija bilan hozir bo'lishadi. Assalomu alaykum hammaga. Shu Sibirskiy Здоровье bilan shu 2021-yildan beri mahsulotini ichib kelaman. Hozir ham ichamiz, bolalar bilan vitaminlar ichamiz. O'zim ham vitaminchiman. Bugun ham железоda oldim. Fromniy paza oldim. Mana bugun ertadan boshlayman, xudo xolasa ichishni. Зариночка, sizda серьезная проблема bor edi. Rosa ko'p qizlar задают такие вопросы. Kimdadir homilador bo'la olmaydi-da. И когда ularga hammasini tushuntirsak, это невозможно deyishadi-da. Mana siz bitta odam, который bizda уже Sibirskiyga qarab, короче, hammasini aytmayman, o'ziz aytib yuborasiz-da. Именно o'zizni istoriyangizni aytib yuboring, nima bo'lgan, qanaqa qilib kelgansiz, nima ichgansiz, nima qilgan edingiz. Qizlar eshitsin o'z qulog'i bilan. Shu 2019-yilda 2019-yildan shu polikistos degan diagnoz qo'yilgandi, ginekologicheskiy bo'yicha. Besploidiya degandayda, bu bolali bo'la olmaysan, lecheniya olishing kerak deb. Shu 2019-yildan beri lecheniya oldim, hech qanaqa rezultat bo'lmadi. Sibirskiy Здоровье bilan shu tanishganimda shuni ichgan edim. Birinchi bo'lib очистка qilish kerak organizm degan. Istok чистоты, Synchrovital tur, epam ichganman, choylari shu ichganman 1 oy. Keyin ikkinchi etapga o'tganda 1-2 hafta перерыв qilganman ozgina. Dorilar ko'p ichganimdan ozgina dam olay deb. Keyin vitaminlar ketishni boshlagan. Shu vitaminni o'rtasiga kelganda ko'tarib qo'yganman. Shu ko'tardim, keyin so'radim, shu davom ettiringmi, yo'qmi, keyin shu yo'q, kerak emas deb to'xtatganman keyin shunaqa qilib. Keyin shu o'g'lim o'g'il tug'dim. O'g'il tuqqandan keyin 9 oylikdan keyin juda nanaqa mesajim kelmagan. Akasi yana beraymi deb qoldim. Ketma-ket tug'dim keyin. Orqasidan qiz tug'dim. Hozir 3 ta farzandim bor. Menga именно qachon murojaat qilganda bular Gulapa shunaqa bo'layapti, мы не можем dedi-da. Qizingiz 4 yosh edi, to'g'rimi? 4 yosh. И вот после этого lecheniya qilgan, и gormon ichgansiz, to'g'rimi? Shu gormonni ichgan uchun istoki chistati berdik. Endi hammaga individualni-da, istoki Synchrovital turni berdik, choylarni. Keyin esa уже ikkinchi etapini ichish kerak edi. Zarinaga telefon qildim. Zarina, ikkinchi etapni olishingiz kerak.